Men to'yga ana bu eshikdan birinchi kirib kelgan qizni o'zim bilan olib boraman. Miyangni tekshirib ko'rishimiz kerak. Uning ichida qanaqa xayollar bor ekan-a? Lekin bu yerga keladigan qizlar unchalik oson o'lja bo'lmasa kerak. Menga farqi yo'q. Kelba bo'lsa yanada qiziq. Pizza buyurtmangiz keldi. G'alati-ku. Aniq to'g'ri manzilga keldingmi? Nima? Pizza buyurtma qilgansiz? Yo'q, men buni nazarda tutyapman. Bu joyga lift ishlamayapti, zonadan chiqing yoki uyda hech kim yo'q, eshik tagida qoldiring degan narsani yozish mumkin xolos. Men eng chiroyli kuryer qizni yuborishlarini iltimos qildim.